uskunasi bilan tanishamiz. Bu uskuna quyida mana bu uskunalar qatorida joylashgan. Mana 1, 2, 3, 4-uskuna. Burush. Va bu uskuna yordamida biz birorta obyektni biror burchakka burishimiz mumkin. Masalan, u obyekt kesma bo'lishi mumkin. Masalan, kesmani olaylik. Buni obyektni biror nuqta atrofida buramiz. Qandaydir burchakka. Mana masalan, mana bu burchakka, nuqtaga nisbatan biror burchakka buraylik. Buning uchun mana bu uskunani aktivlashtiramiz, tanlaymiz, obyektni tanlaymiz, so'ng mana bu burish kerak bo'lgan nuqtani tanlaymiz. Shunda o'zi GeoGebra qaysi burchakka buray deb so'raydi. Mana 45 gradus ko'rsatilgan. Bu 45 gradusga buraylik. Endi bu yerda soat strelkasiga teskarimi yoki soat strelkasi bo'yichami? Mana bu yerda soat strelkasiga teskari deb hozir OKni bossak, soat strelkasiga teskari yo'nalishda buradi. Hop, soat strelkasi yo'nalishida bursin. Mana demak, mana bu yerda 45 gradusga burildi. Ya'ni bu yerda mana bu burchak F nuqtaga o'tdi va mana bu burchak 45 gradus. Mana ko'rishimiz ham mumkin uni. F burchagini ko'rsak, mana 45 gradus. G ni ham pastga, nuqtani pastga tushirib qo'yamiz. Demak, mana bu kesma G nuqtaga nisbatan 45 gradusga burildi. Hop, kesmani ko'rdik. Biz to'g'ri chiziqni burishimiz mumkin yoki birorta ko'p burchakni burishimiz mumkin. Hop, aytaylik, mana masalan, birorta ko'p burchak olaylik. Uni birorta nuqtaga nisbatan buramiz. Hop, aytaylik, yana birorta nuqta olaylik. Hop, mana bu nuqtani olaylik. Shu nuqtaga nisbatan buramiz. Buning uchun mana bu uskunani aktivlashtiramiz. Aktivlashdi. Endi obyektni tanlaymiz va burish kerak bo'lgan nuqtani tanlaymiz. Shunda qaysi burchakka buray deb so'raydi. Bu 85 gradusga bursin. Masalan, soat strelkasi yo'nalishida bursin. Mana bu nuqtaga nisbatan bu ko'p burchak, 4 burchak burildi. Xo'p, shu yo'l bilan biz birorta obyektni birorta burchakka burishimiz mumkin. Bularni o'chirib yuboramiz. Endi savollarga o'tamiz. Parallel ko'chirish va burish yordamida A, B, C uchburchakka teng uchburchak hosil qiling. Demak, bu yerda ham parallel ko'chirishni, ham burishdan foydalanishimiz kerak ekan. Demak, dastlab parallel ko'chirish, keyin burish. Mana birorta uchburchak olamiz. A, B, C debdi. Bu yerda biz birorta bir uchburchak olamiz. Yana joyiga qaytaramiz. Mana bizda E, G, F uchburchak hosil bo'ldi. Bu nomlarini pastga surib qo'yamiz. Endi parallel ko'chirish uchun birorta vektor olamiz. Mana vektor. Hop, qanday? Masalan, mana bu vektor bo'lsin. U bilan belgilandi. Shu vektorga parallel ko'chiramiz. Buning uchun mana bu yerda parallel ko'chirish degan uskuna bor. Shuni tanlaymiz. Aktivlashtirdik. Uchburchakni tanlaymiz va vektorni tanlaymiz. Natijada shu vektorga parallel ko'chdi uchburchak. Demak, F nuqta mana bu F strih nuqtaga ko'chdi. Y nuqta Y strih nuqtaga, G nuqta mana bu yerda G strih nuqtaga parallel ko'chdi. Endi ikkinchi qismi parallel ko'chirdik. Endi burish yordamida buramiz birorta nuqtaga nisbatan. Masalan, bu nuqta uchburchakni uchiga nisbatan burishimiz mumkin. Yoki uchburchakdan tashqaridagi birorta nuqtaga nisbatan burishimiz mumkin. Yoki ixtiyoriy biror nuqta tanlab, shu nuqtaga nisbatan mana bu uchburchakni burishimiz mumkin. Kelinglar, mana bu G strih nuqtaga nisbatan buraylik uchburchakni. Buning uchun
burush uskunasini aktivlashtiraman. Aktivlashtirdim. Uchburchakni tanlayman va mana bu nuqtaga nisbatan buraman. 85 gradusga. Xo'p, mayli 85 gradusga. Soat strelkasiga teskari yo'nalishda deb so'rayapti. Xo'p, mayli soat strelkasiga teskari yo'nalishda bo'lsin. Mana natijada biz uni burdik. Mana natijada bizda hosil bo'lgan mana bu uchburchaklar mana bunday bo'ldi. Mana buni parallel o'chirishda bu uchburchakni hosil qildik. Yana so'ng uni bu uchburchakni burib biz mana bu uchburchakni hosil qildik. Demak, oxirgi mana bu hosil bo'lgan uchburchak mana bu uchburchakni 85 gradusga soat strelkasiga teskari yo'nalishda burishdan hosil bo'ldi. Va navbatdagi savolga o'tamiz. Buning uchun burani o'chirib olamiz. O'qqa nisbatan simmetriya va burish yordamida ABC uchburchakka teng uchburchak hosil qiling. Endi o'qqa nisbatan simmetriya o'qqa nisbatan simmetriya va burishdan foydalanishimiz kerak. Xo'p, o'qqa nisbatan simmetriya. Hop, dastlab uchburchak chizishdan boshlaymiz. Masalan, A, B. Hop, bu yerda E, F, G bo'ldi. Mana bu pastga tushirib qo'yamiz. Nomlari aniqroq ko'rinib turish uchun. O'qqa nisbatan simmetriya bo'lish uchun biz birorta to'g'ri chiziq olamiz. To'g'ri chiziq oldik. Endi shu to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik uchburchak hosil qilamiz. Buning uchun mana bu yerda o'qqa nisbatan simmetriya uskunasini tanlaymiz. Uchburchakni tanlayman, so'ng to'g'ri chiziqni tanlayman. Natijada mana shu o'qqa nisbatan simmetrik uchburchak hosil bo'ldi. Endi va burish yordamida endi buni buramiz. Yana birorta burchakka buramiz. Buning uchun burish uskunasini aktivlashtiraman. Xo'p, aytaylik, mana Y shtrix nuqtaga nisbatan buraylik. Mana bu 3 ga nisbatan buraylik. Uchburchakni obyektni tanlayman va mana bu uchburchakni tanlayman. 85 gradusga deyapti. 60 gradusga bursin. 60 gradus. Endi soat strelkasi yo'nalishida bursin. Mana natijada biz mana bu uchburchakni 60 gradusga burib, mana bu uchburchakni hosil qildik. Masalan, oxirgi yakuniy uchburchak aniqroq ko'rinib turishi uchun mana uni boshqa rangda bo'yab qo'yaylik. Mana natijada biz Y2', F2', G2 mana bu uchburchakni hosil qildik. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. Markaziy simmetriya va burish yordamida ABC uchburchakka teng uchburchak hosil qiling. Endi markaziy simmetriya. Mana bu uchburchak berilgan. Birorta nuqta olamiz. Markaz oldik. Endi shu markazga nisbatan berilgan uchburchakka simmetrik uchburchak hosil qilamiz. Buning uchun markaziy simmetriya mana bu yerda. Mana bu uskunani aktivlashtiramiz. Endi obyektni tanlaymiz va nuqtani tanlaymiz. Natijada mana shu markazga nisbatan, H markazga nisbatan berilgan uchburchakka simmetrik mana bu uchburchak hosil bo'ldi. Endi ikkinchi qismi burish yordamida yana buramiz. Xo'p, endi shu nuqtani H'ni o'ziga nisbatan burib ko'raylik. Buning uchun burish komandasini, burish uskunasini aktivlashtiramiz. Uchburchakni tanlaymiz. H'ni tanlaymiz. Soat strelkasi yo'nalishida 60 gradusga emas, 90 gradusga bursin. Soat strelkasi yo'nalishida bursin.
Natijada mana bu yerda uchburchak hosil bo'ldi. Mana ko'rinish uchun mana berilgan uchburchakni bursam, sursam, mana bu uchburchakka nisbatan simmetrik uchburchak mana bu uchburchak. Buni H nuqtaga nisbatan burishdan hosil bo'lgan mana bu uchburchak. Mana bu yakuniy uchburchak. Oxirida hosil qilingan uchburchak. Bu mayli aniqroq ko'rinish uchun mana yashil bilan belgilab qo'yaylik. Natijada mana Y2', F2', G2 uchburchak hosil bo'ldi. Bu keyingi savolga o'tamiz. Bularni o'chiramiz. Diagonallari teng bo'lgan ikki romb teng ekanini ko'rsating. Ikkita romb olamiz. Diagonallari teng bo'lgan. Mana bizda oldindan chizilgan bu romblar diagonallari teng ikkalasini diagonallari teng qilib chizilgan. Xo'p, endi ularning teng ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun birini ikkinchisini ustiga ustma-ust tushadigan qilib qo'yishimiz mumkinligini ko'rsatamiz. Buning uchun biz quyidagicha ko'rsatamiz. Dastlab birorta vektorga parallel ko'chiramiz. Vektor olaylik. Masalan, A3 ni mana o'tkir uchini mana o'tkir uchiga o'tkir uchi bilan tutashtirib vektor hosil qilaylik. Mana u vektor hosil bo'ldi. Dastlab berilgan rombni shu u vektorga parallel ko'chiramiz. Buning uchun parallel ko'chirish uskunasini aktivlashtiraman. Vektorga parallel ko'chirish. Endi parallel ko'chiramiz. Rombni tanlayman. Rombni tanlaymiz. Keyin vektorni tanlaymiz. Bu yerda rombni ichi ko'rinmay qoldi. Tutashtirib qo'yamiz. Mana romb hosil bo'ldi. Mana A', B', C', D'. Demak, bu romb mana bu rombni parallel ko'chirishdan hosil bo'ldi. Endi buni burib mana bu rombni ustiga ustma-ust tushadigan qilib burishimiz mumkinligini ko'rsatamiz. Qaysi burchakka buramiz? Va burchakni topamiz. Hozir burchak uskunasi yordamida qaysi burchakka burmoqchimiz? Shu burchakni topamiz. Hop, D1 A1 D'. Mana bu burchakka buramiz. Mana bu yerda burchak ko'rsatilgan. Alfa 77,2 gradus. Hop, mayli alfa deb ketamiz. Demak, alfa burchakka burishimiz kerak ekan. Demak, mana bu rombni A1 nuqtaga nisbatan soat strelkasi yo'nalishida alfa burchakka buramiz. Buning uchun biz burish uskunasidan foydalanamiz. Demak, mana bu rombni bu nuqtaga nisbatan 90 gradusga emas, endi alfaga. Alfani mana bu yerdan olamiz. Mana alfa soat strelkasi yo'nalishida. Yaxshi. Soat strelkasiga teskari yo'nalishda burdik biz. Buni soat strelkasi yo'nalishida burishimiz kerak edi. Alfa burchakka qaytadan buramiz. Mana bu rombni bu nuqtaga nisbatan alfa burchakka soat strelkasi yo'nalishida buramiz. Va natijada bu romb bilan ustma-ust tushdi. Mana hosil bo'lgan romb, burilgan romb. Mana bu yerda A', B', C', D'. Mana bu nuqtalar mana A1, B1, C1, D1 nuqtalar bilan ustma-ust tushdi. Natijada diagonallari teng bo'lgan ikki romb teng ekanini ko'rsatdik. Demak, buning uchun o'tkir burchagini o'tkir burchagiga parallel ko'chirdik va keyin bu rombni
Mana bu alfa burchakka burdik. Buni yashirib qo'yamiz endi. Endi o'chiramiz. Hop, shunday qilib biz sizlar bilan burish tugmasi bilan, uskunasi bilan tanishib chiqdik. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.